Привет, qizlar, bugun bizada Get Ready With Me for School bo'ladi. Unda qani boshladik. Birinchi ustimga mana shunaqa kiymoqchi edim, lekin bugun kiymadim, chunki kiymaylar deyapti. Ishim kiyish mumkin emas deb qo'yishdi. Bu tushlarni kiyganimda shunaqa ko'rinishda bo'lardim. Shuning uchun ham shunaqa kofta kiyaman. Lekin bu koftam kiyim keluvdi. Bugun rus tilxonasiga kiramiz. Rus tilxonasi sovuq. Shuning uchun uni kiymadim. Keyin dazmollash ham kerak edi. Вот yubkamni ham kiyib olaman. И колготочкам, конечно. Mana kiyib oldim va rimeni ham taqamiz, chunki yubkam tushib ketaveradi. Shuning uchun laqab. Вот ichimdan kiyib oldim baribir ham. Lekin koftam bilan kiysam yaxshi turmasdi. Shuning uchun ichdan kiymadim uni. Вот и atram sepib olaman. Aytganchilar, atir sepsa ro'za ochilmaydi. Va kiprik oziqlantirish uchun tush ham surib olamiz. Shunaqa balzamchik. Vatni shahrida beruvdi. Hamma obunachilarimga salom. Sochimni ham tarab, sochlarimni ham burchakka qolaman. Tugamaydigan spreyimni sepib, hech tugamadi shuni 2 yildan beri. Va вот sochimni bugun oddiygina qilib, xvost qilib yig'ib olaman. Mana endi popkamga shunaqa brelokchi ilib olaman. Вот va bloknotimni ham olib olaman. Kurtkam kiyamiz. Bugun havo juda ham ochiq, ammo men kurtka kiyib olibman. Ko'chada keyin quyosh chiqib ketib qoldi. Вот naushnikimni taqdim, lekin taqmadim to'g'ri. И вот tufliga qoldim, krossovka kiymoqchiman. Hammaga xayrli kun,